Onlayn shifokor xizmati yo'lga qo'yiladi. Qashqadaryoda 4 nafar egizak tug'ildi. Toshkentda chiqindi qarzi tufayli 6000 abonentning elektr to'lovi vaqtincha cheklandi. Toshkent va Andijonda havo sifati keskin yomonlashdi. Aholiga ehtiyot choralari tavsiya etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xonobod shahar sudi sobiq raisi uzoq muddatga qamaldi. Kun davomida kun o'zgarayotgan muhim mahalliy yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10-noyabr kuni Toshkent davlat tibbiyot universitetiga tashrifi chog'ida sog'liqni saqlashni raqamlashtirish doirasida aholiga masofadan tibbiy maslahat beruvchi onlayn shifokor servisini joriy etish vazifasini belgiladi. Yagona raqamli infratuzilma orqali bemorlar uyidan chiqmasdan vrach bilan bog'lanib, elektron hujjatlarni olishi mumkin bo'ladi. Yangi servisning maqsadi aholiga birlamchi masofaviy qabulni qulay formatda taqdim etish, navbat va safarbarlikni qisqartirish, tezkor yo'llanmalar berishdir. Unda video qabul, audio qabul, chat orqali vrach bilan bog'lanish, elektron yo'llanma va tahlillar bo'yicha so'rovlarni masofaviy berib, natijalarni raqamli olish hamda boshqa qulayliklar nazarda tutilgan. Kitob tumanida yashovchi Jasur Maqayev va Dilfuza Bahriddinova oilasida 4 nafar egizak tug'ildi. 5 nafar qizni voyaga yetkazayotgan oilada farzandlar soni 9 nafarga yetdi. Egizaklar respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Qashqadaryo filialida muddatidan oldin kesarcha kesish amaliyoti orqali dunyoga kelgan. Ular 1400 gram, 1450 gram, 1600 gram va 1400 gram vaznda tug'ilgan. Ayni paytda qizaloqlar filialda xalqaro protokollar asosida parvarish qilinayotgani bildirilgan. Davom etamiz. Toshkent shahri bo'yicha 2025-yil 5-noyabr kuni chiqindi xizmati qarzdorligi 2 milliard 239 million so'mga yaqin ekani sababli jami 25121 nafar abonent hududiy elektr tarmoqlari 2100 qisqa raqamidan SMS orqali ogohlantirildi. Ogohlantirish berilganidan keyin 5 kalendar kuni ichida qarzini to'lamagan 6000 nafar abonentning elektrga to'lov qilish imkoniyati bugundan vaqtincha cheklandi. Cheklov qarz bartaraf etilgan zahoti darhol olib tashlanadi. Hozirgi paytda poytaxt kesimida chiqindi xizmatlaridan 582 million so'mdan ortiq debitor qarzdorlik saqlanmoqda. Mexanizm dekabr oyidan boshlab respublika bo'ylab qolgan hududlarda ham joriy etiladi. 2025-yil 11-noyabr soat 9:00 holatiga ko'ra avtomatik monitoring stansiyalari ma'lumotlari Toshkent va Andijonda PM2.5 zarrachalari miqdori keskin oshganini ko'rsatdi. Mutasaddilar ochiq havodagi faoliyatni cheklash va niqob taqishni so'ramoqda. Aholiga tibbiy niqob emas, P2, P3 filtrli niqob taqish tavsiya etilmoqda. Ochiq havoda yugurish, sport, uzoq sayr kabi faoliyatlarni chegaralash, deraza va eshiklarni yopiq tutish, uyda havoni namlab turish zarur. Havo tozalagich bo'lsa, filtrdan foydalanish kerak. Bolalar, keksalar, homiladorlar va yurak-qon tomir bo'g'im kasalliklari, astma diagnoziga ega bo'lganlarga ehtiyot bo'lishi, belgilar kuchaysa shifokorga murojaat qilish so'ralmoqda. Andijon viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Xonobod shahar sudi sobiq raisi Yunusjon Egamberdiyev firibgarlik va pora berish jinoyatida ayblanib, 10,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Hukm ustidan shikoyat berilishi yoki protest kiritilishi mumkin. Oliy sudning adolat axborot tizimlari komplekslarida Yunusjon Egamberdiyevga oid jinoyat ishi bo'yicha 2025-yilning 17-oktyabrida e'lon qilingan sud hukmi yashirib qo'yildi. Yunusjon Egamberdiyev 2025-yilning may oyida muqaddam boshqa sud tomonidan tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazo muddatini kamaytirishni va'da qilib, sudlangan shaxsning onasidan $30,000 miqdoridagi pullarni olgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushlangan edi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.